o'g'li kelin. Mana shu qo'lingizga tarvuz nechi pul? Sizga 30 mingga berib yuboraman. Mana 30 ming. Mana aka osh rahmat. Bunga to'laysizlarmi? Ko'rinayapti qo'yib joyiga. Voy, ko'rinib qoldim adasi. Hozir qo'yib qo'yaman, shoshilmanda. Qo'lingdan ancha chiqib qopti o'g'irlikdan. Kelin, xuddi zakaz qildim. Ishing tegib kelibdi. Shundan oling. Ha bo'ladi adajon. Qornim ochib ketdi o'zi. Adajon yo'qmi ishtaha? Rahmat. Saskasi qani buni? Ha, saskani qayerdan olding? Adajonni o'rtaga olib qo'yibman. Menga qara, qachon o'g'ri bo'lib qolgansan sen o'zi? Odam o'g'ri bo'lib qolmaydi, o'g'ri bo'lib tug'iladi. Hey bola, kel qo'lingdagi shokoladni ochib beraman. Hop, ochib bering. Shokolading tezroq ye, erib ketadi. Hop, bunisidan bo'lsa o'yinchoq chiqadi. Cho'pa qo'y endi. Men qarang, shokoladning ichidan zonasi chiqdi. Qayerdan olding buni? Buni ichida o'yinchog'i yo'q-ku. Ana bolada olib qo'yibman. Yag'ma. So'rakalik. Ukam, men o'yinchoqni olib ketay. Keladi. Tinchlikmi, mahallada baqa chaqirib o'tdi. Ha, qo'shnimiz $200 dakani yo'qolib qolibdi. Parvo qilmay ovqatdan olyapti. Dakan? O'lager, men o'g'irlamadim. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom xotin, mana kun bo'yi kira qilib 200 ming so'm topibman, olib qo'y pulni. Voy, adasi, atigina 200 ming so'm bunga nima beradi? Men arzimagan? Bilasanmi shu pulni topish uchun men ko'chada qanaqa asabda, nervni bo'lib yurishimni? Yo'q, bilmayman, qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana bugun ertalab birinchi klient oldiga borganimda. Mana kunim mana shunaqa janjal to'polon bilan o'tdi. Ja, qiynalibsiz. Bo'pti, baroqatsiz qora olishib ketdi. Ovqat qilmadim bugun. Nima yeymiz hozir bo'lmasa? Mana 200 ming pulimiz bor-ku, pizza zakaz qilib beraman. Pizza? Valla $10,000 pulim bor. Qanaqa mashina olayin deb ikkilanib qolman. Mana Gent Rover katta bolalar mashinasi bor, Luki bor, Abezi bor. Eng zo'r mashina Gentra bo'ladi. Nima qilasan Gentrani 17 ta benzin yeydi. Mana Cobalt ol, Braziliyada chiqqan. Hadovoylari ko'pdi. Baland mashina. Bu mashina tunukadan yasalgan, yomg'ir yog'sa taq qiladi. Buni bor, sedeni abagreiflari bor. Eng zo'ri Gentra. Va nima qilasan Gentrani Cobalt olgan uzoq yo'lga ham zo'r ketadi bu jigar. Muzoqda aka. Hop. Hozir bola shuna qizim kelib qoldi. Shunda maslahatlashib oling. Menga qara, $10,000 pulim bor. Qanaqa mashina olayki, maslahat ber. Bola, mashina oldim. Toshli Gentra olgansiz. Yo'q. Yo'q, Cobalt olgan. Ikkalasini ham olganim yo'q. 7 mingga Spark bosib yubordim. Chaqmoqda yur ekan. Hadovoyi zo'r. Tormoz bo'yicha bunga yetadigan yo'q ekan. Qolgan 3 mingni nima qilding? Qolgan 3 ming degami? Mashinalarni opa-dodasi bo'lgan legendarniy qizimga Matiz oldim. Oltin olma, Matiz ol. Matiz oltin emasmi? Assalomu alaykum, adasi, yaxshi keldingizmi? Bele, sendan piyoz hidi kelyapti, yog' hidi kelyapti. Urib tashlabdi-ku. Sen o'zing uxut qilib qarashni bilgan yeri ishdan kelyapti-ku. Adasi, men ham o'zimga qarashim uchun uxut qilish uchun pul kerak, mablag' kerak. Senga qancha pul bersam ham o'zgarmaysan baribir. Shunaqami? Mashinangiz kirligini ko'ryapsizmi? Hop, nima qilibdi? Shunga ham hozir biz xarajat qilamiz, mehr beramiz, ana o'shanda ko'rasiz. Voy, mana shu mashina menikimi? Top-toza bo'lib, ideal hol bo'lib qolibdi-ku, xotin. Ko'rdingizmi, mashinangizga ozgina rasxod qildi, zo'r bo'ldi. Men ham xotiningizman, menga ham ozgina pul qizg'anmasdan rasxod qilsangiz, men ham chiroyli shirin bo'laman. Endi buni yili yengidi. Qancha pul sarflasang ham ish ko'rinib boradi, chiroyli bo'l. Nima demoqchisiz? Mana qo'shnimizmi, Jigolisi. Qancha pul sarflaydi, qancha remont qiladi, hech bir o'zgarish yo'q. Chunki yili eskidi. Senga o'xshab. Shu erkaklar nima qilib bo'lsa ham ayoliga 1 so'm sarflamasa-da. Xotin, Sparkka oxirgi arendasini to'lab olma, bo'ldi, qutuldik. Voy, rostdan adasi, biz ham odamlarga o'xshab yashaymizmi? Odamlarga o'xshab bo'ychiymizmi? To'g'ri, shoshma. Bitta yaxshi Cobalt ko'rib kelyapman.
Shu Spark'ni boshiga shapka qilib bermoqchiman-da, Cobalt 3 yil arendaga bosib o'rmoqchiman. Atasi bu nima deganingiz? Biz 3 yil yashamadik. Pul so'rasam to'xtab tur, mashinamni yopib oling. Pul so'rasam to'xtab tur, mashinamni yopib oling. Bu nima deganingiz? Ustimdagini ko'ryapsizmi? Onam sepimdan qilib bergan. Dachi buni duymasi ham yo'q. Xotinga ham jabr qilib qo'ydim. Buni ko'nglini olaman endi. Ujunga bugun yana tarvuz bilan non yerkanmiz. Sen tur olinglar aka. Anchadan beri senga e'tibor qilmayotgan ekanman. Mana sen kutgan sovg'a. Adasi Tuydimi? Mana sen kutgan o'sha kiyimingni mos qilib oldim. Bozordan topish o'zi bo'lgan-ku. Adasi undan ko'ra yangi nimchami, yangi ko'ynakni olib bersangiz bo'ladi-yu. Sen endi bir 3 yillik ko'yni olib bera olmayman. Nega? Arendaga Cobalt bosib yubordim. Shogird, isqit ishlarimiz boshlandi, qarabdi. Internetga qo'ygan sizlarga shu. O'zimiz ham 50 mingga olgan. Sizlarga naqd 40 mingga berib yuboramiz. Menga qarang, siz ham zarar qilmaydi. 40 ming emas, 50 ming beraman, faqat bir oy kutasiz. 40 ming naqd berib qo'yavering. Ey, yana bir gapi bor. Bitta tuxum olgandan ko'ra, bir oy kutib, bir ishotga tuxum olgani yaxshi, ishga. Rozimi? Ey yashay. Tez stanok internetga 40 mingga qo'yar, berib yuboramiz. Ustozim, isqit ishlarimiz boshlandi. Voy, mana stanokni ham 40 mingga sotib yubordik. Ustoz, bu rejamizning nomi nima? Beshik tebratar uslubi deyshadi. Bu yerda nima qilamiz unda? Masjiddan bir xonali uyni 30 ming ko'rib qo'yamiz. Hozir kirib sotib olamiz. Ustoz, shu uxlaganingizda isqit tishli ko'rasizmi deyman-da. Uyimgacha kelib oldingizmi? Stanokni pulini qachon berasiz? 1 oyga deb olgandingiz. 2 oy bo'ldi-ku. Ishlar o'xshamadi. Unaqa uyimga kelavermay, pul bo'lib qolsa, o'zim telefon qilaman. Tushundingizmi? To'xta, 3 oydan beri alla yursiz pulni bermay. Qachon berasiz qarzingizni? Sanogizdan men ham zarar ko'rdim. Bu pezvardiz. Mashinaga o'tiring, domim bor. Qarzoniga berib olaman. Bu domingiz atigi bir xona ekan. Tursa 30 ming turadi. Menga 50 ming qarzsiz-ku. Men ham 50 mingga olib qo'yganman buni. Naqd pulim yo'q. Konse shu. Menga 50 ming naqd berib qo'ya qoling. Rimliklarda bir gapi bor. Bir rishotga tuxumga qo'lagandan ko'ra, bir donasini bo'lsa ham saqlab qol deyishgan. Pulga uxlagandan ko'ra roziman. Ey yashang. Shogird kim 3 oyda 10 ming dollar ishlab topadi? Biz ham topamiz. Ustoz, biznes zo'ru nabodo yozib o'rganda nima qilardik? Yozib olmaydi. Chunki biz undan pul olganimiz yo'q. Tushunmasanmi? Stanok oldik. Biz ham unga pul qaytarmadik. Uyimizni berib yubordik. Xullas, tovarga tovar almashdik. O'ta pul aralashmagan, hech narsa qila olmaydi. Aytdim-ku, bu usulning nomi beshik tebratar uslubi deyiladi. O'zimni isqit ustozim sizni eting nima qiling? Sirojni internetni qara. Sotilayotgan stanoklar bormikan? Piyozni to'rab qo'ydim, hozir tiqib yuboramiz. Mana qaralaring, mana shu shashin yeb bo'lsa uyga ketamiz, a? Kurugiylarda aniq shunaqa bola bor. Bajani 2 kun olganmiz, hali 1 kun bor-ku. Ravuchi ketaman deyverasan, ha? Bolalar dachchaga 1 kun kam 2 kun ko'p-a. Kataman uch bo'lgandan keyin uyga ketamiz, a? Bundan keyin sharsaraga chiqamiz. Voy, shasha nima bor? Uyga bora qoling-ku. Sen bilan o'tbetga bor bo'lmaydi. Porshing bilan ketaylik deb dam oltirgani qo'ymaysan-a? Abetdagi uyga ketib qolishi mumkin. Hop, mashinani mana olib olasan-a? Ey, to'xtalaring. Uyga keta qolinglar, hali shashalik uzoq-ku. Qoldik-ku. Uyga ketsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Bundan katta shashari uyga keta qolinglar. Endi cho'milamiz o'rtoq. Voy, mana qara. Abetdagi uyga ketmoqchimidi? Yo'q, cho'milamiz. Meni olib bortasha. O'rtoq, ma'mur qara dachchada yomg'ir yog'ishini mazza-ku. Yomg'ir yog'yapti, sendan o'shni uyga ketamizmi endi? Yo'q, mazza-ku, yomg'irda mazza qilib cho'milamiz. Mas uyga ketaylik. Mana bolalar ovqat pishdi. Ha, ovqatli bo'lgandan keyin uyga ketamiz. O'rtoq, nega shunaqasan? Choyxonaga borsak ham eshikning oldiga turib olasan, ketaylik deb. Unaqa bo'lmagan. Qayerga borsa ham ketishni o'ylaysan, nima unaqasan? Bo'pti, asabiylashmalari, aniqliklari qachon ketamiz? qorachi endi bizga ham nasib qilsin. Uka, nima deganing nasib qilsin? Hozir xohish bo'lsa bo'ldi. Qutilgan mashinani shapkaga olib qolamiz. 300 dan 2 yil to'laysan, mashina saniki katta bola bo'lasan. To'xta bolam. Arendani Matizdan boshlading. 10 yildan beri arenda to'laymiz. Ahvolimizga qaragin. Bu oshqozon jonivar faqat bo'g'onkan bilan pomidor ko'ryapti-ku. Ukangni ahvolini qaragin. Kim bunga 20 yosh beradi? Rahming kelsin bolaga. O'zingni aptingni qaragin bolam. Kira ko'rganingdan yarming kuyib, yarming oqaryapti-ku. Shu mashinani haydavur. Biz ham odamga o'xshab yashaylik.
Ada 2 yil o'tadi ketadi. Ungacha oting o'tib ketmasa bo'ldi. Do'stim, hech dam olish haqida o'ylamagin. Sen faqat ishlayvergin. Sen pulni g'amlab bosgin, u pixlab tamom bo'lsa, dam olishni ishlatmagin. Sen o'rningga ham o'zimdan olaman. Bu videoni kimga jo'natishni o'zinglar bilasizlar, akalar.